Legendarniy joylarga kelib qoldik-ku. Uchtepa tumani Literaturniga kelganmiz. Hamma biladigan eski uy bozorga qurilgan Art House kompaniyasi tomonidan qurilgan Novostroykamiz. Bugun bitta yaxshi variant sotuvga chiqib qoldi-yu. Novostroykamizga 67 kvadratga oka to'lov qilgan ekanlar. Kadastr hujjatida 64,5 kvadrat yozilgan ekan. Novostroykamiz 10 qavatli Novostroykani 6-qavatda joylashgan, lifti bor. Novostroykamizga kirishinglar bilan 10 tomonda garderobniy qilingan ekan. Undan keyin katta mehmonxonasi bor ekan. Mehmonxonadan keyingi xonamizda yotoqxona bo'ladi. Yotoqxonadan keyingisi oshxona bo'ladi. O'zingiz ko'rsanglar bo'ladi, gaz, suv uchun o'tkazilib, uchuvchilar qo'yib qo'yilgan ekan. Undan keyingisi umumiy sanuzel bo'pti. 67 kvadrat bo'ldi, 2 xona bo'ldi, 6-etajda bo'ldi, kadastr hujjatlari tayyor bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsa, srochniy $64,000 startviy baho oladi. Nomer yozib qo'yamiz. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa, barakasini qilib yuborasizlar. Sal nariyoqda qo'ygan uyimizni 3 kunda sotib yubordik. Buni ham inshaalloh tezkor sotuv deb atadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.